Gentra 10x minadigan akalarimiz diqqatiga. Sizlarning minib yurgan mashinangizni kuzov narxi aslida nech pul? Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Katta bolalar sevib haydaydigan Gentraning kapot qismi agarda sizga radnoy kerak bo'ladigan bo'lsa $600. Radnoy detal krila kerak bo'ladigan bo'lsa, har bir detal $370 dan to'g'ri keladi. Agar ikkita oladigan bo'lsangiz $640. Bir dona eshikka keladigan bo'lsa, buni narxi $250. Agarda siz to'ralasini oladigan bo'lsangiz, bu sizga $1000 ga to'g'ri keladi. Har bir mashinani boshqa qismlariga ko'ra ko'proq kapoti almashadi. Buni tannarxi sizga $400 ga radnoy to'g'ri keladi. Agarda sizlarga rama qismi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ramani o'zi sizlarga $1000 ga to'g'ri keladi. Agar общий сборкада xarid qilaman aka desanglar, mana shu sborka, mana shu turishi $3200. Hozirda boshlang'ich 30% ni to'lab, qolganini topganda berishga berilayotgan mana shu 10x avtomobilning oldi kapot qismi $700. Har bir eshik qismi $300 dan. Agar siz to'rala eshikni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bu sizga $1200 ga to'g'ri keladi. 10x mashinasining kapot qismi radnoy detal $500. Krila qismi $290. Ikkalasini xarid qiladigan bo'lsangiz $580 ga to'g'ri keladi. Juda ham kulgili holat, bitta krilo $290, butun boshli rama $150. 10x ni butun kuzovini sborka holatda oladigan bo'lsangiz, mana shu hamma yig'ilgan detallar sizga $2700 ga to'g'ri keladi. Gentra $3200, 10x kuzov esa $2700. Mana shu videoda Gentra yoki 10x minadigan do'stingizga jo'natib qo'ying. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda kontaktlar qoldiramiz. Mana shu kuzovlar bilan shug'ullanadigan insonni o'zini shaxsiy nomi